Mercedes-Benz GLE 450 367 ta ot kuchi. Ovozini eshitib, rostagasin maza qildinglarmi? Endi bu mashinaga qilgan ishlarimiz haqida gapiramiz. Egasiga rahmat. 4-mashinalarni olib kelib, xizmatimizdan foydalanyaptilar. Bu mashinani to'liq kuzovini qirilmasligi, chizilmasligi, tosh teganda kraska ko'chmasligi uchun tim qora, qop-qora plyonka bilan qoplab berganmiz. Mashina yana ham jiddiyroq ko'rinishga ega. Mehnatimizga like bosib, xursand qilib qo'yarsizlar. Sizlarning ham shunaqa mashinanglar bo'lsa, bemalol, bexijolat kelaveringlar. Sizlarning ham xizmatinglarni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Salonidagi o'rindiqlarni kojasini almashtirib, koja bilan boshqatdan qoplab berganmiz. O'rindiqlarni guliga ahamiyat qilamiz. Naqshlarini o'zgartirib, yaxshi sifatli kojalar bilan xizmatlarini bitirganmiz. Xullas, mashinani hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma narsani chochganda qaytib zavod qilib yig'ishga astoydil harakat qilingan. Hozir sizlarga o'rindiqni hamma tizimi ishlashini ko'rsatib beraman. Oldiga yurishi, orqaga ham yurishi cho'tki ishlayapti. Tepaga ko'tarilishi va pastga tushishi. Orqa suyanadigan o'rindiqi ham hech qanaqa muammosiz ishlayapti. Hattoki bosh qo'yadigan podgalovniklari ham tepaga pastga tushib chiqyapti. Xullas, hamma joyiga professionalni yondashilgan. Hattoki abagrev abduflari ham muammosiz ishlayapti. Bu mashinamizni to'liq salon qismini ximchiska qilib, top-toza qilib berganmiz. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarni xizmatingizda. E'tibor uchun rahmat. Like esdan chiqib qolmasin.